Salom hammaga, sizlar bilan yana MK Pro Uz kanali. Sizlar obuna bo'lib ko'rayotganlarga rahmat, obuna bo'lib qo'yinglar. Hali bundan ham zo'r videolar oldinda gapni qisqa qilamiz va bugun ajdar toshini maksimal yig'ishni o'rganamiz. Esdan chiqib qolgan joylari bo'lsa kommentariyada to'ldirib ketinglar. Birinchi bizni ko'paytirishimiz mumkin bo'lgan joy bu, masalan, nabor ochsanglar, qancha dushalaring bo'lsa, 4000 ta bo'lsa 10 talik ochinglar. 1200 ta bo'lsa 3 talik ochsanglar, masalan, sizlarda X'larda bo'lgan Jack Bricks bor. Shu tushsa sizlarga ajdar toshi beradi. Bu juda ham zo'r. Buni 3 ta ochganinglarda 3 ta kuchaytiradigan va 3 ta personaj va bir qator поддержкалар va 150 ming ta tanga berar ekan. Boевой nabor Mastera Единоборств. Ruschani uncha o'qiolmadim bu so'zni. Uzr. Dushalar va ajdar toshlari arzon narxda kerak bo'lsa, pastga belgilab ketaman. Apple Display'ga murojaat qilishingiz mumkin, juda ham arzon. Bemalol murojaat qilib dushalar va ajdar toshlari, minoralarni o'tib berishni ham xizmatlari ham bor. Kalitlar, har xil xizmatlar bor. Pastda Telegram kanaliga obuna bo'lsanglar, juda ham zo'r bo'ladi. Mana 6 dona ajdar toshi berdi bizga. Bu takeda bizda full X'larda bo'lgani uchun 27 ming ta tanga va 54 ta dusha. Tevada 60 turibdi. O'sha narsa limitgacha 13 soat 60 daqiqalar bo'ladi pak ochib. Birinchi usulimiz ketdi. 15 ta bo'lib ketdi. Hozir propustit bosdik. 3 ta ochganmiz. Gerisi поддержкасini ham berdi bizga. Bu zo'r keldi bu pak. Поддержкаlarni berdi, lekin bizda 3 ta bizda bor o'yinchini bergani uchun. Albatta 15 dona ajdar toshi bizga berdi. Personajga o'tasizlar, bu yerda maksimum bo'lsa ololmaysizlar ajdar toshini. Valyutada o'ta qimmat, bilasizlar. Apple'ga murojaat qilsanglar ancha arzon. O'zlaring ko'rishingiz mumkin. Pastda MK Mobile UZB belgilab ketaman va o'zimizning kanalda ham belgilab ketaman. Bemalol yozishingiz mumkin. Bir dona ochib ko'raman. O'zi garantiyagacha to'playib turdim. Sub-Zero kerak. Sub-Zero'ning 300 ta garant olmoqchi edim. Bir dona ochib ko'raman, chiqib qolish ham mumkin. Omad bu yog'i, bitta ochiga hech narsa qilmaydi. 300 qilib 100% olishingiz ham mumkin Lartsidan. Ajdar toshlarini juda ham aniq 100% beradigan joyga ochishni ham hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Bu yerda Gombat sekinroq ishlaydi. O'zimizda borini berdi, chunki tevada ajdar toshini yozdi bizga 6 ta. Bu zarar. Bizga Lartsiga o'tamiz va mana bu yerda mana 300 taga ochsam yoki Sub-Zero yoki Selshirni aniq beradi. Shuning uchun to'plab ochganim yaxshiroq. Kriptadan olsak bo'ladi va kriptaga o'tamiz va mana bu 4-bo'limga o'tsak, yurakka ochsak ajdar toshi berishi mumkin. Men yurakni Scarlet olgan to'playapman. Mana 25 tagacha, undan ham ko'p ham berishi mumkin. Ochib bemalol ko'paytirishingiz mumkin va keyingisi kriptada o'ynaysizlar va bir kunda 5 ta ajdar toshi beradi va ichidan ham ancha ajdar toshlarni yig'ib chiqib ketsizlar bo'ladi. Kriptadan ham juda ham oson bu. Sizlar masalan akkauntlar pastroq bo'lsa, sложностьni высокий qo'yib olinglar yoki undan ham pastroq qo'yib olsanglar bo'ladi. Shunaqa qilib bitta kriptadan kamida 30 tacha, 40 tacha ajdar toshi yig'sanglar bo'ladi. Shuning uchun ko'proq kripto o'ynashinglarni tavsiya qilib qo'ygan bo'lardim. Kripto va Scarlet ham qo'shilgan. 7000 ta yig'ib Scarletni ham olaman. Sizlarga ham tavsiya beraman olishinglarni. Ajdar toshini yig'inglar va juda ham zo'r paklarni ochish imkoniyati bo'ladi. Almaz jangchilar, xullas, ajdar toshini yig'ishni maslahat beraman. Shunaqa usullar bilan yig'sa bo'ladi. Bu yerda ham hammasi full, lekin biz
Bu yerda bitta снаряжение olamiz. Mana shu снаряжение eng yaxshi снаряжение men uchun. Persistent Sindel. Bu videoga taalluqli emas, lekin olishni tavsiya beraman. Bo'ldi. Mana bu yerdan ham menimcha ajdar toshi ba'zida beradi. Kriptani kalitini ham beradi-da bu yerdan. Bu reklamani ham ko'rib qo'yinglar. Bo'ldi. Kriptadan olamiz ajdar toshini va pak ochib olamiz. Menimcha boshqa joydan ololmaysizlar va pashnani tugatganlaringdan 20 tacha ajdar toshi beradi. Bu juda ham kam deb o'ylayman men uchun. Va mana bu odamlar bilan o'ynaganlarda Vijushida top reytingga kirsanglar, albatta beradi bunday. Dusha kerak bo'lsa, ajdar toshlari kerak bo'lsa va boshqa xizmatlar, minoralarni o'tib berish xizmatlari kerak bo'lsa, Apple Let's Play'ga murojaat qilinglar va pastda Telegram kanalimiz bor. MK Pro Uz va Apple Let's Play'ni MK Mobile Uzub kanaliga obuna bo'lishinglarni tavsiya qilaman. Bu yerdan ham o'ynab, Vijushiga o'tib, yig'ib bemalol ajdar toshlarini ko'paytirsanglar bo'ladi. Eng yaxshi valyuta bu ajdar tosh o'yinidagi. Mana bu yerdan reytinglaringni bilsanglar bo'ladi. Starship nimalar berishi 40 ta ajdar tosh berar ekan bunga o'tsanglar agar. Mana va bitta shu o'yinchilardan bittasini beradi. снаряжение kuchaytiradigan 40 ta ajdar tosh. Bunga kirish qiyin. Sizlar masterga chiqishinglar mumkin. Bunda 15 ta beradi. Legendaga chiqishinglar mumkin. 25 ta. Xullas shunaqa. Eng ko'p 40 ta menimcha. Shu keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyaga keyingi video qanaqa bo'lishini yozinglar. Dushalar va arzon dushalar va ajdar toshlari kerak bo'lsa, Apple Let's Play'ga murojaat qilinglar va minoralarni o'tib berish xizmati ham bor. Videoga bizga yordam bergan Apple Let's Play'ga kattakon rahmat aytib qolgan holatda keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.